kalta minora deydi. Buni diametri 14,5 metrda 1851-55 yillarda Muhammad Aminxon tomonidan quriladi. Aslida bu minora chala qolgan, bitmay qolgan. Bunga sabab xon minorani qurdirib turgan paytlarda Eronga yurish qiladi. Yurish tufayli Eronda vafot etadi, ana o'shandan keyin bitmay qolgan chala minora hisoblanadi. Undan keyingi taxtda o'tirgan xon aytadi, "Men deydi minorasini baland qilsam ham deydi, tarixda baribir ham meni nomim yurmaydi deydi. Muhammad Aminxon minorasi bo'lib qoladi deydi." Xon vafoti tufayli minora 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Aslida minora 100 metr bo'lishi kerak bo'lgan. Endi xalqimiz o'rtasidagi buni afsonasini eshiting. Xiva xoni ustani chaqirib aytadi: "Menga bir shunaqa baland minora qurginki, men uni ustiga chiqqanimda Buxoro amiri kaftimdek ko'raman" dedi. Buxoro amirligi buni eshitgandan keyin Xivani ustasini yoniga yashirincha chaqirib oladi va bitim tuzadi. Xivadagi minorani qurib bo'lganingdan keyin deydi, Buxoroda undan ham chiroyli va salobatli minora qurib berasan deydi. Xiva xoni buni eshitgandan keyin minorani qurgandan keyin ustani darhol o'ldiringlar deydi. Mendagi bo'lgan minora boshqa bir joyda umuman bo'lmasin deydi. Usta buni eshitgandan keyin tepasiga chiqib qanot ezib uchib ketgan, qochib ketgan degan legendasi bor. Faqat afsona hisoblanadi. Minora ichida 64 ta zinasi bor. Minora chala qolganligi uchun minoraga chiqish mumkin emas hozirgi paytda. Lekin bitta minoramiz bor. O'shanga chiqsangiz Turkmaniston chegarasigacha ko'rasiz. Chiqsangiz bo'ladi, chiqaman desangiz. Yonida qarang, madrasasi bo'lgan. Oldingi paytlarda madrasalarda o'qituvchilar dunyoviy diniy taraflama ta'lim berilgan. Lekin hozirgi paytda biz bu madrasamizni uchun mehmonxona qilamiz. Bir yilda qurilgan. 1801da boshlanib, oldingi paytda har bitta hujrasida 2-3tadan o'quvchilar o'qitilgan. 150 ta hujrasi bor ichida. Lekin hozirgi paytda 80 ta nomer bor buni ichida. Eng katta gazetalardan bittasi hisoblanadi. Oldingi paytlarda madrasalar faqat o'g'il bola uchun bo'lgan. 7 yoshda o'g'il bola Qur'onni yod olish kerak bo'lgan ekan. Xiva ochiq osmondagi muzey. Hamma obida ko'radigan muzey obidalari ichkari, ya'ni Ichanqara ichida joylashgan. Juda ham qulay odamlar aylanishiga. Tashqarilarga chiqib yurmaysiz. Lekin siz Buxoro, Samarqandga boraman desangiz, tarqoq joylashadi. Har obida har joyda. Yangi shahar ham eski shahar ham aralash. Lekin bizda Xiva ochiq osmondagi muzey. O'shaning uchun bizda UNESCOda birinchi tarixiy obidalar bo'yicha dunyoda. Tarixiy obidalar ilk bitta joyning ichida. Va buning ichida aholi yashaydi. Boshqa chet ellarda siz muzeylar ichida odam yashamaydi. Faqat shu yerda. Ichanqara ichida. Xohlasangiz rasmlarga tushib mehmondan keyin tashrif buyuramiz. Rasmga tushiraymi, so'rashingga mehmon? Ya telefonga cham rahmat.